Tushda video o'yinlar yoki onlayn o'yinlar ko'rishning ta'birlari. Bu zamonaviy tushlar sirasiga kiradi va odatda ruhiy holat, vaqt munosabat, mas'uliyat hamda real hayotdan qochish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tushda video o'yin ko'rish xayolparastlik va vaqtinchalik mashg'ulotlarga berilishni ta'bir qiladi. Hayotga o'yin sifatida qarash jiddiy qarorlarni kechiktirishni ham ta'bir etadi. Ba'zan ichki bosimdan qochish, stressni unutish istagi hamdir. Tushda onlayn o'yin o'ynashni ko'rish boshqalarga qaramlik, fikr, baho yoki yordamga muhtojligingizni anglatadi. Atrofdagilar bilan raqobat, kimdandir ustun chiqish istagi, ijtimoiy hayotdagi o'z o'rnini topishga urinishni ham ifoda etadi. Tush ko'ruvchi tushida o'yinda g'olib bo'lsa, oldinda muvaffaqiyat, rejalarning amalga oshishi, qiyinchiliklarni aql bilan yengish, o'ziga ishonch ortishini ifoda etadi. Bordiki, tushda o'yinda yutqazsa, rejalarda to'siq yoki kechikish, o'ziga ishonchsizlik, noto'g'ri tanlovdan ogohlantirish sifatida qaraladi. Tushda faqat o'yinni tomosha qilish, hayotda tomoshabin bo'lib qolish, faol harakat qilmaslik, kimningdir hayotiga havas bilan qarash, imkoniyat bor, lekin jasorat yetishmayotganligini anglatadi. Tushda o'yinga kira olmaslik, rejalarga tashqi to'siqlar, aloqa uzilishi, sabrsizlik yoki ichki bezovtalikni anglatadi. Tushda o'yinda jahl qilish, yig'ilib qolgan stress, haqiqatda aytilmagan gaplar, ichki norozilik belgisi hisoblanadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.